Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizda Samarqand viloyati Jonboy tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz garaj bilan bo'ldi, mana 4 metrga 385 joyga o'rnadi. Katta darvozamiz, kichkina garaji esa 260 ga 240 razmerga o'rnadi. Ofshi summasi 19 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 4 metr, bo'yiga 385 razmerda bo'ldi. Stoykalari 12 ga 8, 2,5 lik stenada profil bo'ldi. 12 ga 8, taglari shiviller, 10 ga 5 shiviller bo'ldi. Profillari 6 ga 4, 1,7 stenada bo'ldi. Listlari 2 lik listda. Juda baquvvat holda o'rnadi. Zamoglar har doim o'rnatiladigan o'sha zubr zamogdan. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli holda chiqdi. Darvozamiz kraskalari malishnoy kraska bo'ldi, devo kraska. Xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Garaji ham stoykalari 10 ga 5 shiviller bo'ldi. Kurgovoy shiviller, profillari o'sha 1,7 stenada, listlari 2 lik listda bo'ldi. Garajimiz ham plotniy holda, juda chiroyli holda o'rnadi. Hurmatli obunachilar, kanalimizda yangi bo'lgan akalarimiz agar obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Unda kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham xudo xolasa darvoza o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.